maktabimizda har yilgi an'anaga muvofiq Navro'z bayrami tashkil qilingan. Barchada o'quvchilarimizda ham, o'qituvchilarimizda ham o'zgacha bir ko'tarinki kayfiyat, xursandchilik, mana tadbirlarimiz hozir bo'lib o'tyapti. Endi maktabimiz haqida qisqacha yutuqlari haqida ham gapirib o'tadigan bo'lsam, maktabimiz bugungi kunda o'zining ta'lim sifati, erishayotgan yutuqlari va iqtidorli o'quvchilar bilan ham alohida e'tiborga sazovor bo'lib kelishmoqda. Bizni eng quvontiradigan jihatlardan biri o'quvchilarimizning nafaqat darslarda, balki xalqaro maydonda ham yuqori natijalarni qo'lga qayd etayotganligidir. Xususan IELTS, SAT, milliy sertifikatlar kabi xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritib, o'z bilim va salohiyatlarini amalda namoyon qilib kelishmoqda. Shuningdek, o'quvchilarimiz turli fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlar, intellektual loyihalarda ham faol ishtirok etishi maktabimiz nufuzini yanada oshirishmoqda. Bu esa albatta ustozlarning mehnati, ota-onalarning ishonchi va farzandlarimizning intilishi samarasi hisoblanadi. Yana bir eng quvonarli yutuqlarimizdan biri shuki, bu yilgi bitiruvchilarimizdan bir nechtasi oliy ta'limga kirishdagi maksimal ballarni qo'lga kiritib bo'lishdi va undan tashqari qolgan o'quvchilarimiz ham o'sha o'z yo'nalishlarida sertifikatlarni qo'lga kiritib kelishyapti. Biz albatta xudo xolasa ishonamizki, bu yilgi natijalarimiz o'tgan yilgidan-da yuqoriroq bo'ladi va 100% o'quvchilarimiz albatta talabalik baxtiga muyassar bo'lishadi. Hurmatli yurtdoshlar, ustozlar, shu munosabat bilan barchangizni bahor va yangilanish va ezgulik bayrami Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bizning maktabimizda ham Navro'z bayrami nishonlanyapti. Hamma bolalar xursand. Navro'z shukuhi hamma yoqda taralgan. Bu yil maktabimiz uchun juda omadli va barakali yil bo'ldi. Bu yili juda ko'plab o'quvchilarimiz turli fanlardan ajoyib natijalarni qo'lga kiritishdi. Jumladan, men ham maktabga biroz bo'lsa ham o'z hissamni qo'shdim. Men tarix fanidan A+ darajani, ona tili fanidan B darajani, ingliz tili fanidan B2 darajani hamda matematika fanidan B+ darajani qo'lga kiritib, muddatidan oldin oliy o'quv yurtining talabasi bo'ldim. Navro'z bayrami barchamizga omad, baxt va yangi zafarlar olib kelsin. Maktabimiz bog'ida ham har yili an'anaga aylangan Navro'z bayrami keng ko'lamda nishonlanmoqda. Barchaning ko'zida quvonch, shodmiz, hammamiz xursandchilik bilan bu bayramni nishonlamoqdamiz. Shu jumladan quvonchli xabarlardan biri sifatida muddatidan oldin talaba bo'lganligimni ham aytib o'tmoqchiman. Bunda maktabimiz direktori Jumayev Sherzod Shuhratovичning hissalari juda katta. Ular yaratib bergan imkoniyatlar va sharoitlar tufayli barcha o'quvchilar hozirda katta muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. Bundan tashqari, fan o'qituvchilarimiz Qarshiboyev Otamur ustozga, Shayzoqova Shohistona Xalqna hamda Karimov Sahobiddin ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Barcha ustozlarimni Navro'z ayyomi bilan muborakbod etaman.